Bilyard tayog'ini yonadigan stanok haqida video ko'rgandik. Aktiv zo'r oldi. Hammaga rahmat podдержка uchun. Yonadigan stanokni egasiga topshirdim. Yonib turibdi. Hozir zakaz qilgan odam aytdi, boshqa odamlarga ham yasab beraver dedi. Bo'ldi, rozichilikda oldik. Hammasi joyida. O'zi boshida unaqa kelishmagandik. U keyin aytgandi. Shuning uchun video qo'yib sal emotsiya bilan gapirganman. Hammaga aktiv uchun, podдержка uchun hammaga rahmat. Zo'r. Mana yongan kiysi bo'ladi bu. Yonib turgan videosini ham joylashtiraman. Kimga shunday stanoklar kerak bo'lsa zakaz qilaverasizlar. Faqat bilyard kiysi yonadigan stanok emas, erganaklar uchun rekani yonadigan, taxtani yonadigan stanok, chipu bilan, ya'ni o'zi avtomatik ishlaydigan har qanday stanokni yasashga harakat qilaman. Xo'sh, yana aytaman, qaytadan aytaman, hammaga rahmat podдержка uchun. Xursand bo'ldim. Xorazm kuch degancha bor. Xorazmning hammasi podдержка qilib, yozuvda, kommentariyada hamma o'zining fikrini bildirdi. Men podдержка qilgan hammaga katta rahmat. Stanoklar kerak bo'lsa zakaz qilaverasizlar. Qo'ldan kelgancha yasab berishga harakat qilamiz. Rahmat hammaga.